turdim. Do'stlar, bugun men juda ham ko'p pul ishladim. Buni ko'rsangiz siz buni ko'ring qancha bu. Do'stlar, o'yinimiz salgina ko'tyapti, lekin mana bunga qaranglar. Bu yerda yangi sotuvchi keldi. Juda ham zo'r sotuvchi. Bunga qaranglar, bu har xil aslahalar, buyumlar sotadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mayli. Siz mana bu narsalarni sotadigan sotuvchimisiz? Ha, nima edi? Men shu narsalarni shulardan bittasini sotib olmoqchiman. Men hozir pul olib kelaman. Mayli, borib olib kelaver. Mana do'stlar, juda ham zo'r bo'ldi. O'zim polisimga. Mayli, undan oldin biz yerga pullarni olishimiz kerak. Birinchi mana buni olamiz. Do'stlar, biz 1000 ta bo'lishimiz kerak. 1000 ta emas, biz 100 ta. Keyin bo'ldi. 100 ta bo'lishimiz kerak. 100 ta bo'lsak, yaxshi bo'ladi. Biz mana bularni terib, mana buni ham to'lab yuboramiz. Mayli, mana ketaveramiz. Mana bularni esa bilmayman. Mana chiriganlarni tashlash kerak. Mana bularni Wow, bizda bir staku. Meni nima qildim? Bo'lmaymiz, chunki bu Yo, yemayman. Bu bizani o'ldiradi. Mana qo'limdagini ko'rib turibmisizlar? Umuman yemanglar buni. Nimaga ekan aytaymi? Bu juda ham zaharli. Mayli, yemaymiz. Mana bu yo'llarda chiqindi bor edi. Mana shu yerga tashlab ketishimiz kerak. Yo'q, bular emas. Mana shu yerga tashlab ketamiz. Nimagaligini ham bilmayman. Har chiqindi axlat narsasini juda ham zo'r sotuvchi bu. Buyoqroq o'tib olamiz va Merining uyiga kiramiz. Bu 32 ta mana bu. Assalomu alaykum, Mer. Sizga juda ham ko'p mana bunday narsalardan olib ketdim. Bittagina bir staku 13 ta sabzi, bir staku 16 ta, bir staku 16 ta nima edi-da buni ismi? Kartoshka. Mana sizga mana. Endi menga pulim berasizmi? Mana sandiqdan olaymi? Sandiqdan. Ha, sandiqdan ol. Va bundan olamiz.
Qaranglar, miyonni qancha puli borligini. Biz bir stak olamiz. Chunki ular bir stakda chiqadi. Endi esa ketdi u. Menga mana shu damlamalardan 10 ta bering. 10 tasi qanchta zumrad turadi? 10tasimi 56 ta. Mayli 56 ta beramiz. Sizga mana bu. Ma 56 ta beraman. 56 ta. O'zim deysa 800 zumrad qolar ekan, mayli bo'laveradi. Mayli, siz yangi ishchi bo'lganingiz uchun bir stak. Mana. Bu juda ham ko'p. Mayli, senga unga 4 ham beraman. Mayli, beravering. Hozir menga aslahalar berasizmi? Aslahalar debman. Damlamalar 10 ta damlama. Bitta tort. Ha, beraman. 10 ta damlama va bitta tort. Berasiz. Mayli, hozir kutamiz.